Assalomu alaykum, Avro kompaniyasiga xush kelibsizlar. Kelinglar. Bugun biz sizga juda ham qiziq savollarni beramiz. Hop, keling gaplashamiz. Keling, marhamat. Birinchi savolim bu esa Robaklin bir marta tozalash paytida necha kilogramm axlatni tortib oladi? Robaklinning hajmi 2 litr suv ketadi. O'sha bachogimizga mos bo'lgan musorni, hajmli musorni tortib oladi. Robaklin qanday turdagi uy hayvonlarini samarali tortib oladi? Robaklinning tortish kuchi kuchli bo'lganini hisobiga mushuk, kuchuk, uyda masalan sichqon bo'lsa, uni ham hamyak bo'ladi, ularni ham tortib olish mumkin. Agar siz yosh bolalaringiz bo'lsa, ehtiyot qiling, yoqib paytda ularni ham tortib olishi mumkin. Sochni quritish uchun fen o'rniga ushbu Robaklinni foydalansam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi, chunki sochingizni hammasini tortib olib, siz kal bo'lib qolishingiz mumkin. Kafolat va texnik xizmat ko'rsatishning qanday shartlari taklif etiladi? Texnikamizga 3 yil garantiya va servis xizmati bepul. Agar Robaklin mos kelmasa, uni qaytarish yoki almashtirish imkoniyati bormi? Yo'q, chunki Robaklin hammaga mos keladi. Chang yig'ich yoki filtrlarni qancha vaqtda bir almashtirish kerak? Robaklinda hech qanaqa filtrlar yo'q, separatsion sistema ishlaydi. Shuni hisobiga siz hech qanaqa filtrlarni almashtirmaysiz. Almashtirishni umuman o'ylamasangiz ham bo'ladi. Xarid tarixi bilan eng qiziqarli mijozingiz kim bo'lgan? Bir kuni bir xonadonga borsam, qaynonasi kelinga taklif bergan, iPhone yoki Robaklin yoki tilla olib beraman deganda, kelini Robaklin tanlagani uchun qaynonani ko'ziga yosh kelib, yig'lab yuborgan.